Hürmetli televizor kögüçüler, hazır körvatqanыңlar Şinjan televiziya stansiya Xuyu Medeniyet Taqt şirketi ve şundaqla Şinjan Elbidar Medeniyet Media çeklik şirketi birleşip yolu koygan nutq sözleş karakterideki programma ular şundaq deydi. Biz bu programımızda her saha, her kesipte tirişçanlıq gösterip netice kazangan şəxslərini nutq sözleş arqılıq ularniki hayat keçirmişleri ve turmuş tecrübeleri arqılıq cemiyetke ilham ve medet demekçi. Şuңашқа bizniki bu programımız yeni şekildeki nutq sözleş royini cemiyetke bəxşəndi qılmaqçı. Falsafa fanlari doktori Letip Toxtay Beijing Markaziy Millatlar Universiteti Uyg'ur til adabiyot fakultetining professori. U 1953 yil 2 ayning 15 kuni Turpan viloyatining To'qsin nahiyasida tug'ilgan. 1972 yildan 1975 yilgacha sobiq Beijing Markaziy Millatlar institutida o'qigan. 1979 yildan 1982 yilgacha Markaziy Millatlar institutining Uyg'ur til adabiyoti kasbida magistr aspirantlikda o'qigan. 1985 yildan 1986 yilgacha yana Amerika Arlingtondagi Texas universitetida umumiy tilshunoslik bo'yicha magistr aspirantlikda o'qigan. 1987 yildan 1994 yilgacha Amerika Seattledagi Washington universitetida Oltay-shunoslik bo'yicha doktor aspirantlikda o'qib, doktorlik unvoniga erishib, vatanga qaytib kelgandan keyin ona maktabida o'qitish va tadqiqot bilan shug'ullangan. Professor Letip Toxtay apandi markaz munosabat o'rnatgan mutaxassis. Davlatlik ijtimoiy fanlar fondi bo'yicha baholovchi mutaxassis. Jungo Turkiy tillar tadqiqot jamiyatining mudiri. Jungo oz sonli millatlar tillari tadqiqot jamiyatining muavin mudiri. Jungo millatlar tillari tadqiqot jamiyati Oltay-shunoslik sho'basining muavin mudiri. Jungo Uyg'ur tarix madaniyat tadqiqot jamiyatining muavin bosh katibi. Xalqaro qo'sh tillik ma'rif tadqiqot jamiyatining doimiy a'zosi. Jungo Uyg'ur klassik adabiyoti va muqam tadqiqot jamiyatining ijroiya a'zosi. Davlatlik Millatlar ishlar komitetining oliy unvon baholash mutaxassisi. Mamlakatlik Milliy ishlar komiteti Millatlar til yezi xizmati mutaxassislardan maslahat olish komitetining a'zosi. Beijing shaharlik islom jamiyatining muavin mudiri. G'arbiy Shimol universiteti va Qashqar universitetlarining taklifli professori. Millatlar til yezigi va Xanzucha, Uyg'urcha har ikki nusxadagi til va tarjima jurnallarining tahrirot a'zosi qatorliq ijtimoiy vazifalarni o'tagan va o'tab kelmoqda. Bugünkü bizniki aziz mehmanimiz bo'lsa Letip Toxtay apandim. Qani qarshi olaylik. Assalomu alaykum. Letip malımınız yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Bugün biz 20 yildan keyin Letip malım bilan yana televiziya stansiyasida ko'rishdik, Letip malım. Shunda. Letip malım bizniki ustozimiz. Aynı vaqtda biz Markaziy Millatlar Universitetida Letip malım bizga ingliz tili dars o'tgan. Keyin Uyg'ur tili dars o'tdingiz, ha? Shu chog'da biz Markaziy Millatlar Universitetiga yangi borgan vaqtimizda Letip malım Amerikada doktorlikni bitirib yangi kelgan vaqt ekan. Şuңашqa biz Letip malım inglizcha o'rgatgachga ingliz saviyamiz nihoyat yaxshi oshgan. Bugun yana bir qitim biz bu yerda jam bo'ldik. Aldı bilan Letip malımniki hozirgacha shundoq sog'lom tug'anligi va shundoqla yana davomli jamiyat uchun bizning farzandlarimiz uchun xizmat qilayotganligiga ko'p rahmat aytamiz, ha. Oy, rahmat. Rahmat. Demek benim bilişimce Letip malım siz Amerika'da yani 9 yıl tutdunuz aynı vaqtda, şunda mı? Shunda. Bu 9 yıllık hayatınız menimce hazır əsasınız nihoyatda qizg'inlikqa, hissiyotga to'lgan bir iznish bosqichingizga deymi? Shundoq bo'ldi. Menga nisbatan men tushimdimi berishni o'ylab baxmagan bir hammadan orzu qildigan, lekin biz o'z vaqtida uning berish imkoniyati bo'lmaydiganligini o'zim hammamiz biladigan. Shundoq bir vaqtda shundoq bir fursat kelib, berib 9 yil turib qoldim. Bilim tahsil qildim. Şu vaqtlardaki oliy ilmiy unvon, doktorlik unvoniga ega bo'ldim. Bu nihoyatda mening hayotimdagi intayin cho'ng burilish desam bo'ladi. Keyingi hayotimdagi o'qitish, ilmiy tadqiqotlardagi natijalarimni men şu 9 yillik o'rganishni bizdan keldi deb qarasam bo'ladi. Shuning uchun mushu nuqta aytgan chog'da mayli qaysi kasbni qilishdan qat'iy nazar bir odam uchun mangulik bir tiyim bo'lishi mumkin, ha. U bo'lsa-mu to'xtamay izdenish.
İzdeniş bu mengülük tema. Meyli kaysı temada izdeneyli. Meyli kaysı nazariyat izdeneyli. Menimce izdeniş, öğreniş ömürlük vazife dep qarayman. Xo'sh, demak insoniyatniki izlanish ro'yi bugungi madaniyat natijalarini vujudga keltirdi. Undaqda sizniki mushu butkul izlanish hayotingizniki qandaq yakuni va xulosalari va biz anglasak, Letip muallim elektron davrdagi yangi izlanish ro'yi degan temada bir nutq so'zlab berdi. Ko'pchilik hamsa qarshilaydi. Assalamu alaykum sorun ehli. Hammangizga menden ali ihtiram. Bugün mana mushundaq bir fursatga ega bo'lganligimdan nihoyatda xushal. Bu endi men 1953-yili 90'dan Qarabulaq degan kichik bir nomurod kishilarning nazaridan ancha elinmaydigan bir kichik yezida tug'ilib mana hozir Markaziy Millatlar Universitetininki professori, doktor yetakchisi bo'lib ishlayapman. Bu 72-yil 1972-yil Markaziy Millatlar Universitetida bağlandan tatib hozirgacha o'ylasam, hozir mana 44 yil vaqt o'tibdi. Yaşım 60'dan alıqıbdı. Şoň bu jarayonda özümni besip ötken manzillarimni mundaq aslab, mundaq bir yoshlarga biraz nafbagidek ba'zi narsalarni degimmi kelyapti. Şoň mushu nuqtadan bu yerga chiqib mundaq so'zlashga mundaq fursat bergan shu Şinjan televiziya stansiyasiga ko'p rahmat. Hammangizlarga ma'lum bo'lganidek men hozir Markaziy Millatlar Universitetida 72-yili o'qishga berib, yaxshi natijalar bilan 75-yili o'qituvchilik qilib qolgan. 79-yilga kelgan vaqtda biz yana magistrlik imtihonini o'tib, Uyg'ur tili fanlari bo'yicha magistrlik unvonini oldim. 85-yilga kelganda Amerikaga bir o'qish fursati, ya'ni bizning Markaziy Millatlar Universitetiga bergan bir son yosh o'qituvchilardan bir ingliz tilida yaxshiroq birisi tilshunoslik kasbida o'rganadigan bunday bir son kelib ekan. Buningda shu chog'dagi bizningki ustozimiz Xo'tan muallim tayyorlik qilishimni topalab o'sha sonning mening qo'ldan berib qo'ymasligimni topilgandan keyin tirishib o'rgandim. İmtihan şu vaqtlarda TOEFL imtihani, yani chet elliklarning ingliz o'rganish imtihonidan o'tib 8 ayda Amerika Texas Universitetiga umumtilshunoslik bo'yicha ikkinchi magistrlik o'qish uchun bunda fursatga ega bo'ldim. Bu bay degandek hayotimdagi eng cho'ng burilish deb qarayman. Ilm fandagi mayli altashunoslik deymiz, mayli aslat grammatikashunoslik deymiz. Hem palla bo'yicha bizning peshvolarimiz dunyoda oldida mang'atgan shunday professorlarning darsini anglash fursatiga ega bo'ldik. Shunga qaytib kelgandan keyin biz men o'zimninki mushu bilimlarini o'zimninki o'qitish, ilm fan mushu ilmiy tadqiqot sohalariga tatbiqlab ma'lum natijalarga erishdim. Bunu endi özümninki, yani burunqi nimalar bilan solishtirsam ham shundaq baydidoq shundaq bir kichikkina 90dagi shundaq hech kimniki diqqatimizga tushmaydigan kichikkina bir yer tug'ilib, buning ustiga japoliq o'qib yana eng bilim olish oltin davrimiz nobud qilinib ketgan ahvolda qayta bir o'qish fursatiga ega bo'lib, mushunchalik natijalarga erishganligim bu osonga to'xtamadi. Bu endi bir men uchun aytganda bir mo'jiza desam bo'ladi endi. Lekin men o'zim shu qanday qilib shunaqa natijalarga erishganligimni unda bir 5 tarafdan yakunladim. Birisi endi o'zliksiz tirishib o'rganish ruhi. Bu birinchisi. Ikkinchisi raqobat ruhi. Üçüncüsü yangilik yaratish ruhi. Dördüncüsü davr ruhi.
beshinchisi fidokorlik ruhi. Men bu nutqimni shu 5 nuqtadan azroq kengaytib so'zlab o'tay. Tirishib o'rganish ruhi degan vaqtimda boya degandek nachar o'rganish sharoitlari bizning aşı yezlarda o'z vaqtidagi biz o'qigan vaqtlardagi maktab sinf ularning nimasini demayli qo'yayli. Ders ham ancha muntazam o'tilmaydigan. Uning ustiga bizning u yerda o'rta maktabmi yo'q edi. 60-yildan 64-yilgacha Uyg'ur til kasbi bo'yicha an'anaviy shu darslarni o'rganib boshlang'ichni bitkazdik, lekin o'rta maktab yo'q. Nayiga berish uchun araliq yiroq turib qoldik. 68-yilga borganda madaniyatni qila boshlandi. Bu o'rganishimiz uzildi degan gap. Keyin dehqon bo'ldik. Dehqon bo'ldik, bir yildan keyin shu uyimizdagi bir buğaltırlık vazifesini zaman yüklep koydu. Buğaltır buldum. Yani buğaltır buğa vaxtımızdı mı? Ya ki dehqon buğan jarayaldı mı? Öğrenişini to'xtatib koymadım. Bu vaxtlarda hazırlığında kitaplar cık emas. Ba kitap, kolumuzda çıktırak kitap olsa, nerede olsa izlep tapımız. Bu birisi öğrenişinin ki. Yani çoğunlardan şu o'rta maktab derslikleri işletip taşlap koygan kitaplar olsa izlep öğrenip durdum. Anandayken buğaltırlık kılıp atkan vaktimizde düğümüzde iki gezit kiletti. Birisi Şinjan gezitinin Uygurcası, yani birisi Halk geziti ve Hanzoç geldi bu. Şu jarayonlarda şu 3 yıl Hanzoç öğrengen asasımda anandayken Halk gezitinin ki nurgun makallaları 1-2 günden killa Uygurca Şinjan gezitiga tercüme kılınıp çıkarttı. Şuna onu siliştiriş öğrenip, siliştirip bir özara. Bir 2 yıl buğaltırlıqnımıdım boş turmudım desem boladı. Şuna 72 yıl mektep kelgen vaqtimda, millet davrisida kelgen vaqtimda dal kasbimiz asasen şu tercüme kasbi bo'lg'achqa hech qancha qiynalmadim. Yaxshi natija. Chunki anidagi bir asosim bor ekan. O'zim o'ylab baxsam, o'z vaqtida his qilmagan. Bu bir tirishib o'rganish. Yana birisi, boya dedim 84-yilda shunday bir Amerikaga chiqish bizning Markaziy Millatlar universitetida bergan bir sonni qandaq qo'l keltirish. İmtihan berish uchun, imtihondan yaxshi natijaga erishish uchun kichikgina bir 7500 so'zlik bir lug'atni yodlab ketdim. Shu vaqtki TOEFL imtihoniga taqobil turg'idak bir so'zlikka ega bo'ldim desam. Anandan keyin shuning oldida elingan bu TOEFL imtihonlari bizning qaysi cho'ng kutubxona nimalar bor ekan. Ularning o'lchamlik javoblari bilan tam ishlab bularni tugatdim. Şuna şu bir yıl ichida maktabninki ham ko'ngil bo'ldi, menga kichik bir unalığını berdi. Asasen men sirtqi dunyo bilan asasen ko'zim birisi qarab turgan bilan kallam kitobda. Bir yil shunday o'tib ketdi. Qanday o'tib ketganligini uqmadim. Oxiri Texas universitetininki shu chekiga yetib boraladim. Bu meningki shu o'rganishga bo'lgan qizg'inligim, har qanday qiyinchiliklarning nimasiga baş egmay yoki mesela dahlisiga uchirmay bir shu niyat bilan shunday o'rganganligimning natijasi deb qarayman. Bu mening birinchi shu o'zliksiz tirishib o'rganish. Endi ikkinchisi raqobat ruhi dedik. Menda bir raqobat ruhim bor. Sen bilgan narsani men cho'qim bilaman-ku, ha? Sen qilgan ishni men qila olmayman, menda bir ishonch bor. Shundaymi? Faqat menga ma'lum vaqt kerak degandek. Shunday bir raqobat ruhi bu nihoyat bir tutga o'rganishga bo'lgan qiyinchiliklarni yengishga bo'lgan bir xil tutkilik rol o'ynaydi ekan. Ham bu bizda bir ishonch turg'izadi ekan. Men shu dastlab borgan vaqtlarda shunday bir nima bilan o'rgandim. Shunga shu chog'larda o'zimning Altayşunaslik kasbini yangidan boshlagan bo'lish suhbatim bilan nurg'un yangi tillarni o'rganish to'g'ri keldi. Mo'ng'ul tili deymiz, Manju tili deymiz, Nemis tili deymiz. Bularni biz kallımız uçuq vaqtida yoki çoğumuz nazariy bo'yicha aytganda 1 yoshdan 10 yoshgacha til organimiz uçuq holat turgan vaqt o'rgangan bo'lsak bak yaxshi bo'lardi. Lekin o vaqt o'rganolmabmiz. Endi 30-40 yoshga kelib qolganda o'rganish to'g'ri keldi. O'rganmay mumkin emas, chunki shu kasb bizni shuni talab qilgan. Shunga shu vaqtlarda biz ilqiningdek iroda bilan, sizlar ular
bizning savodashlarimiz shu vaqtda bir sinf o'qiganlar 8 xil, 10 xil, 12 xil tillarni bilib ben bilan bir sinf o'qiyotgan bolalar. Shunga bu vaqtdagi bizningki raqobat shu vaqtda o'z rolini joriy qildirdi desam bo'ladi. Yana shunday turtki bo'ldi. Uchinchisi yangilik yaratish roli deymiz. Yangilik degan vaqtimizda bizningki o'zim bay degandek tirishib o'rganishda shu Amerikaga berishdan burungi an'anaviy grammatika, nazariyalarni yodlash, bir kitobni yodlash, falonchi betda mendaq mazmun bor deyishni ilmisiga yetgan edim. Lekin borgandan keyin bizning shu vaqtga o'rgangan yodlash seviyasiga yetgan bu bilimlarimizningki texi biraz yüksek ilmiy yetmaganliklarini his qildim. Shunga u o'rgangandan keyin har yili, har mavsumda, mavsum oxiridagi ilmiy maqola yozish nimanda o'zimniki his qilgan nimalarimni birlab. Masalan, aslatmi grammatikaning ma'lum nazariyasi ingliz tilida shu masalani hal qilgan bo'lsa, Uyg'ur tilida zodi qanday masalani hal qiladi? Uni qanday tatbiqlash kerak? Har bir mavsumda bir temani tutib, bundan keyin 9 yil, onun içinde 1 yıl ders o'tgan vaqtim chiqdi. 8 yil jarayonida o'rgangan nazariyada har bir mavsum 1 yil, 2 mavsum, hatta 3 mavsum. Bu yozgan maqolalarimning yig'indisi keyingi o'sha 4 kitobning asosi bo'ldi. Hammasi yep-yangi nazariyalar, yep-yangi natijalar. Bular hamda agar biz shu konu o'zimizningki an'anaviyimizni yodlab olgan, burun bilib olgan narsalarimizni qisqami kunlar o'tadi. O'qituvchimizga shu narsalarni yozib mavsumlik maqolamda topshirsam-mu yoqtirmaydi. Lekin men ularni qaytalashni da'vo ko'rmadim. Chunki men Amerikada chiqib o'qiyapman. Mayaqda o'rgangan bilimlarni bildigan odamlar shundoq ko'p. Lekin ayaga berib bilimlarni o'rganish fursatiga Allah menkenman, yana ana az qismligilar o'rgan. Shunga u yerga borgandan keyin yangi narsalarni o'rganishim kerak. Yangi narsalarni tatbiqlab, yangi natijalarim bilan xalqimga, vatanimga doklad qilishim kerak. Bu yangilik yaratish ruhi deymiz. Davr ruhi. 4-chi davr ruhi deymiz. Biz davr ruhi degan vaqtda hozirgi temamizdagi shu elektron davri deymiz, uchur davri deymiz. Bu davrni ko'rsatamiz. Bu davr biz bilim patilgan davr deymiz. Yana bir jihatdan bu insonlar, millatlar, davlatlar orasidagi zamon, makon farqlarini asosan yo'qitib, yer sharini shunday kichiltayotgan shunday bir davr deymiz. Bu davrda biz tilshunos kasbini qilayotganlarni qilishimiz kerak. Tilshunoslik bu endi mening azroq kasb o'zimning bilan munosabatlik azroq so'zlash to'g'ri keldi. Bu davr bundaqcha aytganda insonlarningki mingsidik to'g'ri organini tadqiq qiladigan, hattoki hozirgi ba'zi nimalarda İskender degandek bir narsalarda insonlarning mingisini resimga olish orqali nimani o'ylayotganligingizni hozir bilib ola oladigan mana shunday bir davr bo'lib ketdi. Hech qanday maxfiyatlik yo'q. Oddiy aytganda Uyg'urcha masalan siz birisiga telefon qilsangiz, assalomu alaykum, siz aytinaga borsiz deganidan oyoqdan birisi ne men tan chishima degan nimani anglaydi. Yoki inglizcha hello, what are you going to do tomorrow degan ovozli anglaydan bu ketdi. Nima bo'ldi? Bu yerda shu elektron davrida masalan bizning akademik bizning qo'shir islom deymiz. Turgun ma'lum deymiz. Yusuf Abaydullah deymiz. Bunda bizningki kompyuter sohasidagi mutaxassislarimiz va ularning tadqiqot qo'shinninki shunday qilayotgan tadqiqotlari bilan tilshunoslarningki o'zaro shunday hamkorlashidan shunday bir cho'ng ishlar bo'lyapti. Bunu biz hozir ba'zilarini darhol mahsulot yoki tovar qilib bozorga sog'alamiz. Ba'zilarini tor doirada ishlatyapti. Bu jihatda biz shunday bir nima yashayapmiz. Endi an'anaviy grammatika va tadqiqot nimalarida biz nihoyatda yuzaki tadqiqotlar bilan banit bo'lib yuribdi ekanmiz.
Addiysi mesela emmimiz okumuş. O bu işini kasten kılmadı degen bilen, o bu işini kasten kılmadı. Farkı nima? Yoki bo'lmasa 4 atlık harva degen bilen 4 atlık harva degenin farkı nima? Bu yerdeki naiti addi bilen özümüz sözlügende okuyumuz, anlap düşünümüz. Lekin sintaks tədqiqatçıları bunu meselelerini hiç bilemegen. Anneannemin gramatiklerimiz naiti bir addiyla. Lıqlıqni qo'shsak, ismlar qo'shsak sifat bo'ladi, sifatlar qo'shsak ism bo'ladi deganlarga. Lekin nega qo'shildi? 4 yil at qo'shilib bo'lib, anandan keyin 4 atning keyiniga liq qo'shildimi yoki atqa liq qo'shilib atliq bo'lib, anandan keyin harun insob atliq harva aniga 4 qo'shildimi? Bu qatlam munosabatda qo'ying, bu o'zimdan kesib tushib ketdim. İkisi ikki ma'noni bildirdi. Buni eskidan bildim. Yoki ma'ma degan fe'llarni inkar qildi deymiz. Bunun da bu qasdan qilmadi degandagi ma qasdan deganni o'z ichiga oldimi yoki olmadimi degan masala. Agar o'z ichiga olgan bo'lsa, qasdan qilmadi bo'lsin bo'ldi. Qildi lekin qasdan qilmadi. Tasodifiy bo'ldi deganda. Agar uni o'z ichiga olmagan bo'lsa qanday bo'ldi? Qilmadi. Qanday qilmadi? Qasdan qilmadi. Shundaymi? Bu yerdagi shu qo'shimchalarning qatlam munosabatlarini bizning kitoblarimizda an'anaviy grammatikada bizning yepishqoq tillarning sirini ochamagan. Aslat grammatika shuning sirini echish uchun bizga yo'l ochib berdi. Qanday qildi? An'anaviy grammatikada mustaqil so'zlar asos bu qo'shimcha bo'lar, uning agashgich qismi qatorida qaralgan. Aslat grammatika davriga kelgandan keyin dal aksi bo'ldi. Nima? Bu yordamchi so'z yoki bu turli qo'shimchalar asosiy o'rinda. Hammasi o'zining o'z so'z birikmalarini hosil qila oladi. Mustaqil so'zlar bular beqindan bo'ladi. Buning bilan biz Uyg'urlarda deydigan qilni 40 yarqil bo'ladi deydigani, bu shunday davrga yetib keldik. Uning oldida qanday bo'lgan? Alarning farqlarini tushunib turimiz u bay degandek so'zlarning. Zodi nima? Xuddi tüyüge meni verip tüyüge izdepti degandek davrlarda pasif aldı yürgen vaqtlarimiz hali uzun bo'ldi. Mao davri kirgandan keyin mana bunu biz elektron davri deymiz yoki bizningki pishir davri deymiz, kompüter davri deymiz. Nima desak bo'ladi? Bu izlanishlar mana bizningki bayqiningdek masalan bizning Turgun muallim dedik, Yusuf muallim, Yusuf Abaydullah muallim. Bularning qo'shil tadqiqot qo'shillari. Biz tilshunoslarningki tadqiqot natijalari birlashgandan keyin bayqiningdek yangi natijalar yana mashina orqali tarjima qilib bo'ladigan, mashina orqali maqolaninki sintaks qurilmalarini tekshirib, to'g'ri xatoligi hukm qilib bo'ladigan, bu shunday davr yetib keldi. Bu jihatda endi meningki baydigan kitoblarimningki bir nechisi mushu jihatda astıla. Mushu sahadagi, mushu kasbdoshlarningki foydalanishi, ular azrab naf berganligini men buni aytib faxrlanyapman. Faxrlandim. Bu 4-chi, 5-chi ruh, fidokorlik ruhi deymiz. Bu endi bizningki özemniki noktasını etsem, memimizde var fidakarlık. Özem noktasını etkanı mesela 94-de 9 yıl okuş arkalık doktorluk ünvanı edip qaytıp kelimem bu ya ki şeyde turuşum gerek mi diyen azraq oylandım. İki şirket beni hizmet memleket teklif kıldı. Lekin olar her ikisi soğudu olan münasebet. Cungo olan soğudu münasebeti var. Olar hem tercüman hem yolbaşçı degandek bunday bir hizmetlerini qilishim kerak ki. Öz vaqtidagi bizning o'quvchilarning shu vaqtdagi psixikimizdan qaraganda men shu yerda berib ya supurdigan ishchi bo'lsam-mu Amerikada qasam deydigan o'quvchilar nihoyat ko'p edi bitkazgandik. Lekin men qayta o'rganish orqali qaytib kelishni muvaffaq ko'rdim. Bay degandek men birisi soğudu bana nispeten yepyeni bir saha ben onu öğrenmegen. Yani birisi bay özem degandek her mevsimde yazgan mevsimlik makallarımdaki yepyeni ideyalar, neticeler aşılarını halkımga, bu şehirdeki şunun kadar kaza bap durgan bizimki şu sahadaki kesiptaşlarımga baldırarak kelip aşılarını
aşkarlap şular tang ortaq buluş arzusida boldum. Bu endi kelgandan to'g'ri ba'zilar men ayıp deganlar bo'ldi. Shunda fursat tursinim deb ishlamay bunda juda qiynab ketsan degandek. Lekin men bundan pushaymon qilmadim. Kelgandan keyin bayqa degandek o'zimning plani bo'yicha shu yezib qoldirgan muratlab birlab bunda kitoblarni yozdim, maqolalarni yozdim. Bu natijamdan o'zim xursand bo'laman. Bu jihatda men o'zimniki kasbdoshlarim, o'zimniki yoki bevosita rahbariy organlarning hammasining e'tirof qilishiga, qoyil bo'lishiga erishdim. Buningki guvohchi sifatida men 2003-yili biz davlatlik va chet elda o'qib qaytgan ilg'or shaxs mukofotiga erishdim. Bu davlatlik mukofot. Bularning hammasi nima desak, bularning hammasi shu qilgan emgaklarimizninki jamiyat tarafidan, kasbdoshlarimiz tarafidan e'tirof qilinganligining namoyandasi deb qarayman. Bularni ham o'zim iftixorlanaman, o'ylab kelsam, bularni qaytib kelib yaxshi qilib ekanman deb o'zim faxrlanaman. Bo'ladi endi vaqt munosabati bilan men o'zi bayqa yana 5 jihatdan yoshlarga nasihatim shu bo'ladi. Hammangizlarda yana bayqanadek birisi tirishib o'rganish arzusi mangu, shunday bir istak mangu o'chmagay. Bu birisi. Sizlar hammangizlarda raqobat o'ngi bo'lish kerak. Raqobat o'ngi. Ya'ni sen qila olgan ishni men qila olaman degan o'zing ishonch bo'lish kerak. Bu mening ikkinchi tajribam bo'ldi. Uchinchisi endi yangilik yaratish. Hammamizning o'z kasbiga oid yangilik yaratish fursatlari bo'ladi. Oddiysi masalan biz dehqon bo'lsakmi, ya'ni ilmiy usulda terisak yoki baxmochi bo'lsak, qo'yni ilmiy usulda boqsakmi, bularning hammasi bir xil o'sha yangilik yaratish unumga erishsak ham bo'ladi. Bu yangilik yaratish deganimiz biz o'z kasbimizni mayli qaysi kasbni qilmayli, hammamizga bir fursatlar bo'ladi. Cho'qim biz yangilik yaratib o'zimizning shu dunyoda bir yashab o'tganligimizni iz qoldiraylik. Hech nima qilmayli, shu kodlarni qaytlab qo'yib bu dunyoni kessak, bizning hayotimizning nima ahamiyati bo'lsin? Shundaymi? Shunga biz hammamiz shunday bir iroda bo'lishimiz kerak. Anandan keyin davr ruhi, bu davr ruhi, davr shunday taraqqiy qilyapti, ushqandak taraqqiy qilyapti. Bizda shu davrga mas holda kesib tanlasakmi, nima qilsak, shunday bir iroda bo'lish kerak, shunday bir nishon bo'lish kerak. Anandan keyin boya degandek bizda ham fidokorlik ruhi bo'lish kerak. Biz chunki o'qish fursatlarimizga kilayveradigan fursat emas ekan. Nəhayət 10% odamlarimiz o'qish fursati, xalqimiz, ota-onamiz shunday o'qitdi ekan, nurg'un umidlarni kutdi ekan. Bu jihatda biz o'zimizni azroq o'ylab, xalqimizni, vatanimizni ko'proq o'ylasak bo'lgan. Bu mening endi o'zimniki o'rganish jarayonidagi eski qoldirim, qana sizlarga azroq naf bersa, men aytib xush bo'laman. Rahmat. Siz Altayşünaslık tədqiqatını Chomsky'ninki aslardan grammatika nazariyasidan foydalanib tədqiq qilib bir bo'sh xarakterlik natijalarni qo'lga keltirdingiz. Ya'ni biz shu tədqiqatda bir boshlamchilik rol o'ynadingiz. Endi mening sizdan so'raydiganim, hozir Uyg'ur til tədqiqatidan mushaqda tədqiq qilish zarur bo'lgan, lekin techicha tədqiq qilinmayotgan yana qanday masalalar bor? Shu vaqtda bir taklif bergan bo'lsangiz. Rahmat. Endi tədqiq qilmayotgan, tədqiq qilish zarur desak, bahmijaq boya degandek. Mening nimamda davr ruhi deymizmi, yangilik ruhi deymiz. Ahamiyatlik shu chet elniki tədqiqat nimalardimi, tilni bir set noqul holda tilni nuqtasidan tədqiq qilmaslik. Shundaymi? Uni cho'qim boya degandek nerv tədqiqati, biologiya tədqiqati, matematika tədqiqati degandek, shular bilan tadbiqlash. Shunga bundan keyingi yoshlarimizning menimcha ko'p taraflama tarbiyalanishni umid qilaman. Chomsky'ning o'zini olsak,
Hammangizlar bilasizlar, asli matematikchi, o dağınıq matematikchi. Keyin til tadqiqotiga o'tib, mana büsüş xarakterlik bir til inqilobini qo'zg'adi deymiz. Endi oxirgi nimasi, anaqdagi Massachusetts institutida kompyuter tilshunoslik deymiz, mashina bilan tillarni tarjima qilish cho'ng davlatlik cho'ng turiga mas'ul bo'lib, balki hozirgacha mas'ul bo'lishi mumkin, o'qimadim. Uningdan oid büsüş xarakterlik nimalarni qildi. Demak, u eng dastlabda dağınıq matematikçi, keyin anandaki dağınıq tilchi, keyin yana o azroq siyosatmi bo'lib oldi. Ko'p ballarda siyosiy leksiyalarni ko'proq berib. Men anglagan bir ikki leksiyasida siyosat tilshunoslikda so'z ochmadi. Seattlda bir qatim, Beijing universitetida bir qatim bundaq so'zlagan edi. Demek, Litmalovning bayonidan hozirgi pallaniki o'zaro aralashma palla, hozir navbatdagi eng cho'ng yuzlanishgani. Litmalovninki Amerikada erishgan doktorlik unvoni bu endi falsafa doktorlik ekan. Demak, navbatda pallaninki umumyuzlik aralashma tadqiqoti bizniki ideyamizni ochadigan birdan-bir yo'l bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum muallim. Siz o'zingizning o'qitishi xizmatidan boshqa yana nurg'un ilmiy xizmatlar ishlaysiz. Siz shularning hammasini yaxshi qilib ketildim deb qaraysiz? Öz idoramizdagi, maktabimizdagi kasb o'zimizning asli kasbi, qolgan kasblar ijtimoiy vazifa deb qaraymiz. Bularda men nihoyatda ayirmadim. Men hammasini muqaddas burchum deb qaradim. Bayıdık. Masalan, men markazning markaz aloqalashadigan mutaxassis yoki mamlakatlik milliy ishlar komitetininki milliy til yozuv xizmatidan maslahat so'raydigan mutaxassis degandek shunday Ma'rif ministerligining ham ko'p xil shunday vazifalarda bo'lamiz. Ba'zilarda bizga shunday vazifalarni qiladi. Bir yilda bir ikki tekshirish doklati yozinglar deydigan. Ba'zida yig'inlarda biz mana yig'inni qilamiz, o'zing jamiyatni tekshirib kelib, mushu jihatda o'zingning qarashini bizga yetkiz deydigan. Bu nihoyatda yaxshi fursatlar. Hem biz o'zimiz uchun o'rganish fursati, ham siyosat belgilaydigan o'rinlar uchun ma'lum usullarni yetkazib qo'yish bu nihoyatda biz uchun zarur. Hem o'zimiz ko'ngil bilayotgan ishlar. Shuna men bu jihatda uning bosh tortmadim. Zarur topilgan vaqtlarda nurg'un dokladlarni yozib o'zimning taklif talablarimni yetkazdim. Men bulardan o'zim yaxshi qildim deb qarayman. Yaxshi qildim. Yetarli bo'lmagan joylarim bo'lishi mumkin, lekin ular hech qaysi menga hozirgacha "Ma ishing bo'lmadi" degan gapni deb baxmadi. Shuna men o'zim hammasini joyida 20 necha xil ijtimoiy vazifa hamda. Ba'zilari oyoqlashdi, ba'zilari davomlashyapti hozirgacha. Bu o'z kasbimda ishlayapman hamda. Litmalovninki yani o'z kasbiy tadqiqotini ijtimoiylashtirish, jamiyatninki taraqqiyotiga ta'sir qildirish jihati ko'rsatgan tirishchiliklarmi intayin yuqori. Meningcha bu boy Litmalov aytgandek nurg'unlagan olimlarninki o'tash tegishlik muayyan majburiyati bo'lishi mumkin. Shunda qaraymiz, jamiyat hammamizning jamiyati biz vaqt bo'lsa-ham ular ko'ngil bilishimiz, o'ylaganlarimizni yo'shirmay yetkazib qo'yishimiz majburiyatimiz deb qarayman. Litmalovim, yaxshimisiz? Yaxshi, yaxshi. Siz chet eldagi bir necha o'rinning xizmat taklifini rad qilib, 1994-yili o'zingizning ana maktabga kelib, o'qitish xizmati bilan shug'ullanishni tanlabsiz. Shu chaqda chet elda qolib qolgan bo'lsam, texnik ko'p taraqqiyot ishlar bilan shug'ullandim deb qaramsiz? Shu chaqda hamda men taklif qilgan o'rinning o'zi ikki bay degandek savdo bilan shug'ullanadigan. Balkim iqtisodiy jihatda hozirgidan yaxshiroq bayroq bo'lishi mumkin-di. Lekin shu nimada qilib qolsam, bay degan halqa meningki qaytar qilib o'rganib, har mavsumning oxirida yozgan maqolalarimning natijalari balkim shu paytda qilib qolgan bo'ladi. Ikki halqa savdo nimasi bilan taklif qilingan shirkatlarning nimasini asosan men rad qilishimda o'z kasbimni bek qizg'in so'yganligimdan bo'ldi deb qarayman.
şu joyda sharoitlar shunday qiyin. Demak, shunday sharoitni tanlashdagi maqsad yana tadqiqot uchun bo'lgan. Shunga meningcha bu xil ilm ruhi bugungi davr uchun intayin qimmatli. Assalomu alaykum Lutf muallim. Aleyküm assalam. Ben gerçi sizin kolunuzda bir vasıta ders anlamagan bo'lsam-mu, kitaplarınızdan, makalalaringizdan, bir qancha qitimliq ilmiy muhokama yig'indagi leksiyalaringizdan nurg'un bilim aldım, nurg'un narsalarni o'rgandim. Hozir men o'zimmi til bilan shug'ullanayotgan bo'lg'achqa, balamning til chiqishi oldida turg'achqa, menga bir savol paydo bo'lib qoldi. Ham kasbga munosabatliroq. Hamda hozir taraqqiy qilayotgan jamiyatda balalarimizning qabul qilayotgan uchurlari nihoyat ko'p ham tez bo'lyapti. Uchrashayotgan tillarimi burunqidan ko'p bo'lib ketdi. Hamda mushu jarayonda tili chiqish oldidagi balalarning tilida bir xil qalaymiqallashish, abjashlish hodisi ko'rilyapti. Bu cho'nglarning emas, tili chiqay degan 2 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan balalarning tilida bugun bir so'zni o'rgandi, ana tilda, yana bir kuni yana bir tilda, mayli xanzu tilda bo'lsin yoki ingliz tilda bo'lsin, yangi uchurlarni qabul qilgachqa bu balada bir xil tilda qalaymiqallashish hodisi ko'rilib qoldi ekanda, bu xil hodisa balaning tilining normal chiqishiga ta'sir ko'rsatib qoldi ekan. Ammo sizcha bo'lganda qaysi xil usullarni qo'llansak, mush xil hodisiningki oldini og'ili bo'ldi yoki mush xil hodisdan saqlanqili bo'ldi? Hem bu til organının yani bir nimesi, kiçik balalar tug'ilib 1 yoshdan 10 yoshgacha bo'lganda bu holatda har qanday tilni o'zlashtirishga tayyor ekan. 10 yoshdan bo'lgandan keyin til organi yepilib qoldi ekanda, yepiq holatda. Shuna uningdan keyin til o'rganaman desak, passiv holatda ulug' yodlashga majbur bo'ldik ekanmiz. Shuna buni bo'lgandan keyin hozir nurg'un davlatlarda bo'libmi ko'p til, misol hukumat tili degandek, masalan Shveysariya deymiz, Kanada deymiz. Bular nəhayət bunun nəb aldı. Şu 1 yoshdan 10 yoshgacha vaqtda hukumat tili deb qaragan 3 til bo'lsa 3 til, 4 til bo'lsa 4 til hammasini tang o'rgatadi. Boya siz degandek a masalaniki javobi chiqdi. Dastlabda balkim matilning o'rniga atilnamanda bir almashtirib qo'yadigan mezgillar bo'lishi mumkin. Lekin buningdan ansirmaslik kerak ekan. Aralashmaslik kerak ekan. Aralashmang, o'zligidan o'zi tepib olaydi ekan. Şuna bu cevap hem sizin bay sualınıza aşında cevap kelyapti. Hech nima qilmang. Bu bir mezgilken. Lekin o yoshga borgan vaqtda hamma nima aydonlashib ketadi ekanda. O'zligidan o'z yo'lini tepib bunday ketdi ekan. Shuna odam mengisini shu hozirgi nimada xuddi kompyuterning qattiq detali o'qishtiradi. Qattiq detal ichiga qaysi ranjanni qachilaysiz, yumshoq detalni qachilaysiz. Shundaq-ku, tilmi shundaq, Lekin kompüterning qattiq detaliga 10 yildan keyin 15 yildan keyin qachilsangiz mana bo'ldi ekan. Odamning mingisidagi detaliga 10 yoshdan keyin asosan yepiq holat bo'lgandan keyin ta'sir etgan. Bu bir aloqa bizning mana shu nazariy jihatdagi nima. Ham demisam shundaq ekan, til organida hozirgi tadqiqotlar nerv tilshunosligi, biotilshunoslik deb qo'yamiz, bular chetilib ketdi. Yaqinqi tadqiqotlarda baydadik bir odamning siz nimani o'ylayotganligingizni alqinimda rasm kelib qilgan, ham shunday davrlar yetib keldi dedik. Yana birisi Chomskyning nimasida til organida so'zlar o'z sistemasi bo'yicha ayrim yerlarda saqlanadi degan narsalarmi hozir dalilyapti. Nima? Masalan, mana so'l quloqning mana ustungi tarafida ko'ngilsiz ba'zi so'zlar, yo'qotish xarakterli so'zlar yozilgan. Masalan, birni yo'qotmak, ülüp ketmek, törmeye girmek degandek bir şey buldu ki. Oğun kulağının ma üst tarafında ma yerde tukkan atalıqları, ata, da, aça, hede degandek. Bu şu hazır bu organlar tepip oldu. Nevrotuşunasları. Demek bu Chomsky'ninki bu nimaları dalilini vatıdı. Şuna biz keyinki tadqiqotlarni mushunun ko'proq yuzlansak bo'ldi deb qarayman. Lutf muallim nəhayət ilmi bir nəzəriyəni bizə deb berdi. Demək, ballarımıznınki köp xil tildə sözləb çıxışının özünü, əgər biz onu sözləz öyrəniş qalayımqançılıq olub getdi desək, o qalayımqançılıq. Əgər bu texim yaxşı öyrənmədi desək, yenə o texim yaxşı öyrəniş. Bu faqat bizim idiyimiz bilan münasibətli buluş mümkün. Bu cəhətdə arılaşmaslıqlı gerek. Özü tepib aladı. Lutf muallim, yaxshimisiz?
1985 yildagi yoshlarning, ya'ni shu vaqtdagi davrdoshlaringizning o'rganish irodasi qanday edi? Hozirgi yoshlarga siz qanday qaraysiz? Yangi yana bilim kuch deydigan, shunday bir ilm fanga yurish qilgan, ilm fanga yuzlanish, kelgusi yuzlanish degan shiorlar chiqqan. Nihoyat qizg'in kayfiyatlar bo'lgan, shunday davrlar edi. Bu yangi boshlanish davri. Lekin hozirgiga yetmaydi, chunki hamma narsa boshlanish nuqtasida. Bunday bir cho'ng bir islohot etib o'tishning natijalari bugungi kunda bunday keng nimada namoyon bo'lmagan bir xil boshlanma holatda edi. Shunga bizda u vaqtlarda ma'lum kelgusiga bo'lgan ishonchlarimiz hozir qilgandek unday mujmalarak bunday aytganda bo'lgan. Hozirga o'xshamaydi. Malum yaxshimisiz? Mening so'raydiganim, hozirgacha qiziqadiganim, siz ayni vaqtda chet elda qilish fursatini tashlab yenib kelibsiz. Hozir nurg'un yoshlar chet elga chiqib o'qiyotdi, burunqidan ko'platdi. O'qiyotgan doktorlarning soni mo hisobdan nechuzdan eshibdi. Endi bularning hozir yo'l qo'yayotgan masalasi qaytib ketish kerakmi yoki mushat qilib qilish kerakmi? Yo davomli endi yuqorilab doktorash deganda qilish kerakmi degan masalalar hozir shularning beshini og'rityapti. Siz mushu chet elda o'qiyotgan, tadqiqot bilan shug'ullanayotgan mushu bizningki yoshlarga qanday so'zingiz yoki qanday taklifingіз bor? Shuni deb baqam bo'lsangiz. Bu hamda cho'ng bir tema, hamda davlatimizning siyosatini qaraganda yo'l ochiq. Qaytib kelsingizmi qarshi olamiz? Shaharda tursingizmi qarshi olamiz? Qaytib kelib bir necha yil ishlab, yana kessingizmi yana qarshi olamiz. Bu nihoyat keng siyosat bo'ldi-ku bu. Chunki hamda bu bilim u nimada hozir davlat chegirisi, yo millat ayrimisi degan nimalar ancha qolmadi. Lekin hamda har qanday bilim ishtiyoqida shunaqa chat o'qiyman deganlarni qo'llash kerak. Chiqsin. O'rgangandan keyin bilimini bir qaytib kelib biz bildiramdi yoki shahar turib kitob yozib bizga nima qilamdi, bu yana bir ayrim bir ishkan. Turib qolsa yana mayli, qaytib kelsa eng yaxshi. Ha, shunday qaraq. Bu hamda cho'ng bizning siyosatimiz shunday. Demek biz bugün Leytif Malum bilen naiti etraflık çoğunqur paranlaştık. 44 yıllık ilmi hayatından çıkan bazı yekünleri, hulasları ve kıymet qarashlarını bize sözlep edi. Menimce Leytif Malum'ninki bu xil yeni ideya ve köz qarashları bizniki yaşlarımızninki özünki takdirini izleş, öz istiqbalını tepişte çoğum aktif rol oynaydı. Şunlar birge mayli biz qandaq kasbni qilishdan qat nazar xuddi boy Leytif Malum aytgandek faqat izlanish ro'yi va tirish ro'yini tashlamasaqlar biz cho'qim o'z istiqbolimizning yaratquchilari bo'la olamiz. Ko'pchilik rahmat, kelar sonni ko'rishaylik. Amin, rahmat. Allah rahmat.